Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qadri baland yurtdoshlarim. Sizlarga ancha yillar burun yozgan she'rlarimni qayta yozib qog'ozga tushirdim. Sizlarga avvalambor shu she'rimni o'qib eshittirmoqchiman. Buni sallohasi yangi mustaqil bo'lgan paytimizda yozgan edim. Bizlar bo'ldik mustaqil deb nomlangan bu she'r. Bo'lib bizlar mustaqil, g'am tashvish bor yuzta xil, hunarga tushib har xil, yosh keksa ham harakat qilay dedik ko'p daromad, harakatda barakat degan bizga xalqimiz, endi esa barchamiz tushundik bir nechamiz, muammolar yechamiz. Ba'zilar kalta o'ylar, boylikka hirs qo'yurlar, undaylar o'z-o'ziga gunohin oshirurlar, ummondek toshirurlar. Endi bizlar mustaqil, mish-mish qilib yuzta xil, unlar qimmat bo'larmish, och bo'lib quturarmish, odam jondan to'yarmish, odam bozor kezarmish, oziq-ovqat olarmish, aytgan emish bir darvish, qimmatchilik bo'larmish, puli yo'qlar o'larmish. Xalqim qo'ying mish-mishni, bunday har xil so'zlarni, och qilmangiz ko'zlarni, yaxshi bo'ladi turmish, derlar qilmish qidirmish. Rivojlanamiz sekin, bizga bu havo tekin, siyosat aralashmay bekin, mo'min gaplari tekin, elda yashaylik sokin. Mo'min Umurzoq she'ri. Endi sizlarga bunga ancha yillar bo'lib ketdi. Armanistonda qattiq zilzila bo'lib, u yili ilon yili bo'lgan edi. Ana shundan bir ta'sirlanib bir she'r yozgan edim. Ana shu she'rimni qayta ishlab, qayta yozib qog'ozga tushirdim. Sizlarga shuni o'qib eshittirmoqchiman. Arman fojiasi deb nomlangan bu she'r. Ilon yili bo'lganida, sovuq jondan o'tganida, bahor yoz ham ketganida, ofat balo keldi to'satdan, ofat quvib keldi to'satdan, g'azabdan silkindi yerimiz birdan, arman xalqimizga keltirib ofat, lahzada ko'rdilar qancha talofat, lahzada ko'rdilar qancha talofat. Go'daklar faryodi olamni tutdi, onalar bolam deb ko'z yoshin to'kdi, arman xalqi endi qayg'uga cho'mdi, arman xalqi endi qayg'uga cho'mdi. Qancha inson boshpanasiz qoldi, Robbim ne kunlarni boshiga soldi, ajali yetmaganlar sog' omon qoldi. Qancha bino uylar bo'ldi vayrona, o'zga yurtlar bunga qoldi hayrona. Robbim aytchi o'zing, bu ne zamona? Armanim endi siz yosh to'kmangiz, sizga yordam berar el u yurt jahon. Endi boshlaringiz yanchimas ilon, mo'min sizga aytar so'ziga inon. Arman fojiasin eshitib mo'min, chuqur qayg'u ila bitmish she'rini. Endi sizlarga yangi yozgan she'rimni ham o'qib bermoqchiman. Buni opalarimga atab yozdim. Yo'qlab boray opalar degan she'r buni sallohasi. 5 opam bor deb jar solay olamga, barchangiz ham o'xshaysiz-a onamga. Opamlar bor deb maqtanay bolamga, boringizga shukr aytay opalar.
gar sog'insam ko'rib qaytay opalar. Men dunyoga kelganimda sevingan, o'z rizqini ukamga deb ilingan, gar og'risam qalbi andoq shilingan, boringizga shukr aytay opalar, gar sog'insam ko'rib qaytay opalar. Bir is qo'yib, bir is ko'tarib boqdingiz, ko'z tegmasin deb ko'zmunchoq taqdingiz, ukamga deb pista bodom chaqdingiz, boringizga shukr aytay opalar, gar sog'insam yo'qlab boray opalar. Xursandlikdan alamlarga sig'mayman, olamlarga sig'mayman, opajonlar mehringizga to'ymayman, yotsam tursam sog' bo'lsin deb o'ylayman, boringizga shukr aytay opalar, sog'insam gar ko'rib qaytay opalar. Qo'llarimdan ushlab meni o'ynatgan, yaxshi bo'l deb yaxshilikni o'rgatgan, oilamizga tartib intizom o'rgatgan, boringizga shukr aytay opalar, sog'insam gar yo'qlab boray opalar. Beshovingiz xushchaqchaqsiz, ko'rimsiz, yo'qlab kelsangiz o'tkizayin to'rimsiz. Har biringiz boshqachadir o'rningiz, boringizga shukr aytay opalar, gar sog'insam yo'qlab boray opalar. Mo'min Umurzoq 2025-yil 3-oy 9-cheslada yozildi bu she'r. Endi sizlarga Ajib insonman degan she'rimni ham o'qib eshittirmoqchiman. Pulim oz bo'lsa-da aqlan men boyman, tanam sog' salomat shukr omonman, yaxshi qayerda bo'lsa men u tomonman, o'zimni xursand etgan ajib insonman. Yaxshi birga bo'lsam dilim yayraydi, uyimda qushlar ham yayrab sayraydi, ko'kda Robbim meni kulib qaraydi, bor bo'l bandam debon holim so'raydi. Ko'nglimga aytaman ozor chekma deb, qattiq non yesam ham jim yuraman yeb, hech bir inson hamki bo'lmas meningdek, quvonchi ichi sig'magan ajib insonman. Boy kambag'al debon ajratmayman hech, Robbim jumboqlarni asta o'zing yech, bandam o'zing tutgin bo'lmasidan kech, sevinib ko'kda uchgan ajib insonman. Mening olamim bu o'zgacha olam, meningdek odam bo'l deyman men bolam, hayotda o'tmasam ham qilmayin alam, hayotda o'tsam ham qilmayin alam, chunki qo'limda bor o'tkir bir qalam. Odamlarga goho hayron boqaman, yomon bo'lsam agar kimga yoqaman, ba'zida o'ylanib turib qolaman, men shundayin ajib bolaman. Ba'zilar menga maqtanib deydi, mening farzandlarim xo'p katta yeydi, boyman deb o'zini buyuk sanaydi, mo'min barchasiga birdek qaraydi. Mo'min Umurzoq 2025-yil 3-oy 10-cheslada yozildi bu she'r. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Sog' salomat bo'linglar. Oilangizda hamisha tinchlik, farovonlik bo'lsin. Oilangizda fayz baraka, o'yin kulgi, shodliklar arimasin. Yana qayta video profillarim orqali ko'rishguncha xayr azizlarim deb qolaman. Salomat bo'ling, sog' bo'linglar.